Biz jamoamiz bilan birgalikda Surxondaryoning 13 ta tumanlari haqida zo'r ma'lumot tayyorladik. Videoni o'tkazormasdan oxirigacha ko'ring. Obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Qadimiy va Navqiron Boysun tumani o'zining chorvachiligi bilan qolaversa, har 2 yilda bir marta o'tkaziladigan Boysun Bahori festivali bilan mashhur. Undan ham tashqari, O'zbekistonda ilk marotaba birinchilardan bo'lib, O'zbekiston xalq baxshisi unvonini olgan ustoz baxshimiz rahmatli Shoberdi baxshi Boltayev bilan mashhur. Sherobod tumani esa butun dunyoga o'zining anorlari bilan mashhur. Hammamiz bilamiz, Muzrabot tumani xalqining mehmondo'stligi va tabiz qovun yetishtirish bo'yicha Surxondaryo viloyati bo'yicha eng birinchi o'rinda. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, Angor tumani butun dunyoga mashhur bo'lgan tijorat bozori va birinchi, ikkinchi marsrutka damazlari bilan mashhur. Bandixon tumani azaldan dehqonchiligi va mana shunday tabiz qovun yetishtirish bo'yicha Surxondaryoda nomer 1. Qiziriq tumaniga keladigan bo'lsak, o'zining mashhur fermerlari va jahon bozori bilan mashhur. Jorqo'rg'on tumani butun O'zbekistonga tandir go'shti bilan juda ham mashhur. Qumqo'rg'on tumani Surxon suv ombori va baliqlari bilan mashhur. Sho'rchi tumani esa un zavodi hamda optim zapchastlari bilan mashhur. Denoni bitta ikkita so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Deno tadbirkorlari va mashina bozori bilan mashhur. Oltinsoy tumani azaldan shirin uzumlar-yu vino zavodi bilan mashhur. Sarosiyo tumani esa Yuqorida aytib o'tgan tumanlarimiz yana nimalar bilan mashhur? Kommentariyada yozib qoldiring. Shu videoga bitta like bosib, eng yaqin do'stlaringizga yuborib qo'ying. Bizga podpiska tugmasini bosishni unutmang.